Ism familiyam Ahmedjanov Bekzod. Bu mening IoT 2025-yildagi internshipda qilgan final projektim. Projektning nomi ESP32 Smart Alarm deb nomlanadi va men bu projektimda ESP32 ishlatdim. Ba'zi ovoz chiqarish uchun alarm vaqti bo'lganda knopka bu vaqtni switch qilish uchun vaqtni switch qilsa bo'ladi. Ya'ni time zonelarni o'zgartirsa bo'ladi xohlagan time zonega. Va biza alarmni onlayn qo'ysak bo'ladi. Web user interface'dan foydalanib mana clock alarm setlerdan mana qo'ysak bo'ladi. Alarm bu yoqda cycle time zone button bor. Bu yoqdagi knopka bilan bir xil vazifani bajaradi. Bu onlayn o'zgartirsa bo'ladi bu bilan. Bu yoqda time ni masalan alarm qo'yamiz. 14:23 alarm qo'yamiz. Toshkent vaqti bilan alarm ishlaydi mana. Ko'rib turganingizdek alarm ishlaydi. Shunaqa xohlagan time zoneda qo'ysa bo'ladi. Toshkent UTC East xohlagan time zoneda qo'ysa bo'ladi. Serverim ESP32 bilan MQTT broker orqali mana message almashyapti. MQTT ga server har 15 minutda clock synchronization message yuboradi. Chunki men ESP32 da o'zida clockdan foydalanganman. RTC clockdan foydalanganman. Clock'i onlayn ulanmagan bo'lsa ham ESP32 da ishlayveradi, lekin orqada qolib ketgani uchun har 15 minutdan synchronization message yuborib turadi server. Mana ko'rganingizdek, bu yoqda alarm qo'ygan paytda ham synchronization message boradi. Bu ESP32 ichidagi kodim mana credentiallarni qo'yish kerak. SSD setup hammasi mana shunaqa Wi-Fi ga ulanadi. ESP32 va mana hamma kodlar o'sha MQTT dan time ni alarmlarni va time ni oladi.